Assalomu alaykum hammaga. Qadrli A+100 kitobi uchun kursimizga qo'shilgan qadrli obunachilarimiz. Demak, biroz oz muddat darslarimiz to'xtab qoldi. Menimcha ko'pchilik bilishadi. Ozgina ishlarimiz bilan biroz bee'tibor bo'lib qolgan edik. Endi bu yoqda Xudo xolasa imtihongacha har kuni dars qilishga harakat qilamiz. Xo'p, darslarni aytdim. Juft kunlari soat hozircha 21:00 da bo'ladi. Endi sharoitga qarab vaqtimiz o'zgarib qolishi ham mumkin. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Xo'p, demak, biz oxirgi marta o'tib qolgan mavzuyimiz kitobdagi misollarimiz bu 9-misollari edi A+100 kitobidagi. Mana shu 9-misollarni 21-misolidan boshlab bugun tahlil qilishni boshlaymiz. 20-misoligacha tahlil qilganmizda sababi dars davomida 1 soatdan oshiq ham bo'lib qolishi mumkin. Shu payt ichida iloji boricha maksimal barchasini tahlil qilishga harakat qilaman. Endi undan tashqari keyin uyga vazifa beriladi. Bugun Xudo xolasa 10-misollar vazifasini beraman. 9 dan keyin 10 keladi-yu, 10-misollarni beraman. Agar 9-misollarni tugata olmay qolsak, uni ham qo'shimcha berib yuboraman. Xo'p, 21-misoldan boshlaymiz unda. Geometrik progressiyada S5 ayru S3 bizada 312 ga teng bo'lsa, B5 dan B4ni ayirganim 104 bo'lsa deyapti. Progressiyaning mahrajini toping, ya'ni Q so'ralyapti. S5 S3 ayirsam, bu yerda hozir B4 bilan B5 qolib ketadi, to'g'rimi? O'shanda bu 312 ekanda. Keyin mana B5 ayrilgan B4 bor menda. Bu 104. Hozir bu ikkalasini sistema qilib qo'shib yuboradigan bo'lsam, B4 lar qisqarib ketib, ikkita B5 qoladi. Bu menda shunda 416 bo'ladi. Demak, B5 ni o'zi 208 ga teng bo'lar ekan. B5 208 bo'lsa, B4 necha bo'ladi? 104 mi? Shunda B4 104, B5 208. E'tibor qilinglar, men shuni hozir Q'ni topishim uchun B5 ni B4 ga bo'lishim kerak. Demak, 208 ni 104 ga bo'ladigan bo'lsam, 2 degan javob chiqadi. 2 degan javob esa bizda A variantda. Juda ham oddiy savollardan bittasi edi bu ham. Xo'p, endi 22-savolga e'tibor qaratamiz. 22-savolda oldingi 3 ta tog' hadini yig'indisi 42 ga. Demak, B1, B3, B5. Mana shu uchalasini yig'indisi 42 deyapti. Keyin davomida oldingi 3 ta juft hadini yig'indisi. Demak, bu yerda endi B2, B4, B6 aytilyapti-da. Ularning yig'indisi 84 deyapti. 5-hadini toping deyapti. Xo'p, tepadan qaranglar, B1 1 qo'shilgan Q'ni kvadrati qoladi, keyin Q'ni 4-si qoladi, to'g'rimi? Keyin 42 bo'lyapti. Mahrajda ham B2 ni olib chiqadigan bo'lsam, B1 qo'shilgan Q'ni kvadrati qo'shilgan Q'ni 4-si qolar ekan, keyin 84. Bularni bo'lib o'radigan bo'lsam, mana bular qisqaradi. Mana bu B2 deganim ham B1 ko'payib Q. Shunda 1 taqsim Q bo'ladi, keyin 1 taqsim 2 qoladi. Q shunda 2 ga teng ekan. Endi Q'ni mana bu yerga olib borib qo'ysam, B1 kelib chiqadi. B1 ko'paytiruv 1 qo'shilgan 4 qo'shilgan 16 teng 42 bo'ldi. Demak, bu 21 bo'ladi. 42 bo'lsa 21. B1 2 ekan. B1 ham 2, Q ham 2. B5 so'ralganda shunda B1 ko'paytiruv Q'ni 4-si bo'ladi, ya'ni 2 ni 5-si bo'lar ekanda 32 bo'ladi javobi. Demak, 32 degan javob menda C da. Bu 22-savol edi. 23 ga o'tamiz.
cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya uchun B1 qo'shilgan B2 qo'shilgan B3 manda 126 deyapti. B1 ko'paytirilgan B2 ko'paytirilgan B3 esa 13824 deyapti. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, hadlari yig'indisini hisoblang. Hadlari yig'indisini hisoblang. Ya'ni S so'ralyapti. Uning uchun men hozir B1 bilan Q ni topib olishim kerak. Xo'p, bu yerdan menimcha B2 ni topsa bo'ladi-ya. O'zi B1 bilan B3 ni ko'paytmasi B2 ni kvadratiga teng bo'lardi-yu, to'g'rimi? Shunda B2 ni kubi teng bo'lyapti hozir 13824 ga. Bu endi qaysi son? Menimcha shu 24 mi deyman-da. B2 24 bo'lsa, endi buni mana bu yerga ham olib borib qo'ysam-da, B1 qo'shilgan B3 nechaga teng bo'ladi? 126 dan 24 ni ayirib o'radigan bo'lsam, 102 bo'ladi-da. Mana bu 24 ni mana bu yerga olib borib qo'ysam, keyin B1 ko'payib B3 kelib qoladi. Bu mana buni 24 ga bo'lib o'rsam 576 bo'lib qoladi-da. Bu menimcha 6 va 96 mi deyman-da. Birinchi hadini masalan hozir 6 deb olasam, ikkinchi hadini 24 desam 4 ga ko'paydi, to'g'rimi? Lekin biz cheksiz kamayuvchi bo'lish kerak, to'g'rimi? Birinchi hadini shunda 96 deb o'ylayman. Ikkinchi hadini 24 deb o'ylayman. Uchinchi had hozir 4 ga ko'paydi, yana 4 ga ko'paysa 6 bo'ladi-da, to'g'rimi? Mana 96 6 96 24 6. Bizada shunda B1 taqsim 1 minus Q edi. B1 manda 96, pastda 1 minus 1 taqsim 4 turadi-da. To'g'rimi? 96 ni bo'lishim kerak shunda 3 taqsim 4 ga. 96 ko'paytirib 4 taqsim 3. Bu bilan bu qisqarsa 32. 32 ni 4 ga ko'paytirsam 128. 128 degan javob B da. Bu 23-savolning javobi edi. 24-savolga o'tamiz. Geometrik progressiyada B4 ga B2 ni qo'shadigan bo'lsam, bu 10 ga teng. B1 ga B3 ni qo'shadigan bo'lsam, bu 5. Xo'p. Progressiya dastlabki 8 ta had yig'indisi. Mana buni qaranglar. B2 ko'paytirib Q ni kvadrati desam, qo'shilgan B2 desam teng 10, to'g'rimi? Mana buni B1 deb qo'shilgan B1 ko'paytirib Q ni kvadrati desam teng 5. Tepadan B2 ni olib chiqadigan bo'lsam, 1 qo'shilgan Q ni kvadrati qoladi, teng 10. B1 ni olib tushadigan bo'lsam, 1 qo'shilgan Q ni kvadrati teng bo'ladi 5 ga. Ikkalasini bo'lib yuboradigan bo'lsam, bular qisqaradi. B2 ni B1 ga bo'lsam, Q chiqadi. Q teng shunda 2 ga. Q kelib chiqdi bizada hozir. 8 ta had yig'indisi kerak. Quni mana bu yerga borib qo'yarsam, B1 ham 1 chiqar ekan. S8 ni topishim uchun B1 ko'payib Q ni 8-chisi minus 1, Q minus 1 ni hisoblashim kerak. Demak, B1 manda 1, Q 2 ni 8-chisi 120 256, 256 dan 1 dan 255 bo'lar ekanda. Mahraji 1 sababi. 255 degan javob D da. Keyingi savol 25-savolga keldik. S6 dan S5 ni ayirsam, buni mana berardi. B6 nima? B6 manda berilgan ekan -128. Q bor manda -2, B8 kerak deyapti. B8 manda B6 ga Q ni kvadratini ko'paytirganimga teng. To'g'rimi? B6 -128, Q ni kvadrati 4. Shunda minusda 512 chiqadi. Minusda 512 degan javob A da. Keyingi 26-savolga o'tamiz. 26 da B1 qo'shilgan B10 bor. To'g'rimi? Bu 9. B2 ga B9 ni qo'shganim bor. B2 dan boshlab B9 gacha. Bu menda 10 bo'lsa deyapti. Mana bu ifodani qiymatini toping deyapti. Xo'p, bu ifoda qaranglar. 10 ta B2 ni B1 ga bo'lsam, 10 ta Q ni beradimi bu?
Endi bu bilan qisqarib ketib keyin b2 qoladi. Keyin esa b1 ni kvadratini b1 ga bo'laveradigan bo'lsam, b1 qolib ketadi. Xo'p, endi yana nimani topib olsa bo'ladi bu yerdan? Xo'p, bu yerda mana bu 8 ta had uchun yig'indi formulasini yozsam qanaqa bo'lar ekan? S 8 teng demak, shuni 10 teng b2 ko'paytiruv 1 minus 8 ta had bormi? Q'ni 8-inchisi bo'ladi, mahrajda esa 1 minus q. Keyin bu qanaqa ko'rinishga keladi? b2 ko'paytiruv b2 ko'payuv minusda b2 ko'payuv q'ni 8-inchisi, bu ham b1 ni beradimi? b1 ni beradi. Teng 10 minus 10 q. Menga mana bu ifoda kerak. To'g'rimi? b1 qo'shilgan b1 bor. Bu 9. Shunda endi men b1 b2 tursin shu yerda. Qo'shilgan 10 q o'tsin. Bu tarafda esa 10 plus b10 qoladimi? Ikkalasini qo'shib yuboraylik. Bu tarafda b1 qo'shilgan b10 qo'shilgan 10 q qo'shilgan b2 qoladi. Bu tarafda esa 19 qo'shilgan b10. Bolalar qisqarib ketadi-da, b1 qo'shuv b2 qo'shilgan 10 ta q teng 19 bo'lib qoladi. Mana javob 19 degan javob B da. 27-savolga o'tamiz endi. Xo'p, demak 27 da. Arifmetik progressiyaning dastlabki 15 ta had yig'indisi 180 ga teng. 3-chi, 6-chi va 9-chi hadlari geometrik progressiyani tashkil etsa, arifmetik progressiyaning birinchi hadini toping deyapti bu yerda. Demak, menda hozir S15 ni qiymati aytilyapti. S15 bu menda 180. Keyin esa arifmetikdagi A3 bu B1 ni beradi deyapti. A6 esa B2 ni beradi deyapti. A9 esa B3 ni beradi deyapti-da. Mana shu uchalasi geometrikni ham tashkil qiladi deyapti. Arifmetik progressiyaning birinchi hadini toping deyapti. Xo'p, bu yerda qaranglar, masalan, hozir arifmetik progressiyaning birinchi hadi A1 kerak, to'g'rimi? A1. A1 ni topish uchun hozir qarasam B3 ga B9 ni ko'paytirsam B6 ni kvadratiga teng, to'g'rimi? S15 o'zi menda A1 ga A15 ni qo'shib 2 ga bo'lib 15 ga ko'paytirganim 180. Bular qisqarsa 18, demak A1 qo'shuv A15 bu menda 36 bo'ladi. 36 mi? Shunda bu ikkita A8 desam 36, A8 ni o'zi 18 bo'ladi. A8 ni o'zi 18. Xo'p, 18 mi 12 mi? 12 bo'lardi-ya, mana bu 12 ga ko'paytirsam 24, bu 24 bo'lsa, bu 2 ga bo'lsam 12 bo'ladi. A8 12. Xo'p, endi qaranglar, masalan, men bu yerda hozir A3 dan keyin A5 dan foydalansam-da, A3 bilan A9 dan foydalanaylik. A3 ga A9 ni ko'paytirsam A6 ni kvadratiga teng, geometrik progressiya bo'yicha-da. Shu bo'yicha ketadigan bo'lsam, buni A8 orqali ifodalasam A8 minus 5 ta d. Mana buni ham A8 plus 5 ta d desam teng A6 ni kvadratiga, ya'ni A8 minus 2 ta d ni qavs kvadratiga teng. Xo'p, bu yerdan 12 minus 5d keladi. Keyin 12 plus 5d keladi. Bu tarafida esa 12 minus 2 ta d ni qavs kvadrati ham kelib qoladi. Xo'p, shu yerdan d ni topsam, d ni topadigan bo'lsam, d ni qiymati 0 kelib qoladi. D ni qiymati 0 bo'lib qoladi.
Demak, d ni qiymati 0 degani bu. A1 ni qiymati ham 12 ga teng deganidir u. 28 ga o'tamiz endi. Xo'p, demak 28-savol. Bu yerda geometrik progressiyaning dastlabki 2 va 6 xatlari yig'indisi mos ravishda 7 va 91 ga teng. Demak, b ya'ni S2 B1 qo'shuv B2 berilgan. Manda bu 7. Keyin 6 xat yig'indisi B1 qo'shuv B2 qo'shuv B3 qo'shuv B4 qo'shilgan B5 qo'shilgan B6 bu manda 91 ga teng. Geometrik progressiyaning dastlabki 4 ta xat yig'indisi kerak menga. S4 kerak. S4. S6 qanaqa bo'ladi? B1 ko'paytiruv 1 minus q ni 6-chisi mahrajda 1 minus q. Bu menda 91. S2 nima bo'ladi? B1 ko'paytiruv 1 minus q ni kvadrati 1 minus q teng 7. Bu yerda hozir qisqaradigan ifodalarni hozir bir-biriga nisbatan qisqartirib yuborsam 13 teng bo'lib qoladi. Bu yerda 1 plus q ni kvadrati qo'shilgan q ni 4-chisiga. Bu yerdan q ni kvadrati, q 4-chisi qo'shilgan q ni kvadrati minus 12 teng 0. Minus 4 bilan 3 keladi-da. Minus 4 bo'la olmaydi. Q ni kvadrati 703 ga teng bo'lishi mumkin. Shunda q teng plus minusda 703 chiqishi mumkin. Mendan dastlabki 4 ta xat yig'indisi so'ralgan, to'g'rimi? Dastlabki 4 ta xat yig'indisi. Dastlabki 4 ta xat yig'indisi. B1 ni topib oladigan bo'lsam, mana bu yerga borib qo'ysam, 7 ko'paytiruv 1 minus 703 taqsim minus 2 kelib qoladi. Q tayyor, B1 tayyor. S4 ni topmoqchi bo'lsam, o'rniga borib qo'yishim kerak. S4 teng B1 ko'payib 1 minus q ni 4-chisi, shunga olib borishim kerak, to'g'rimi? Shunda 7 ko'payuv 703 minus 1 taqsim 2 1 minus 2 3 ni 2-chisi bo'ladi. Mahrajda esa 1 minus 703. Hisoblab ko'radigan bo'lsam buni 8 minus 28 chiqadimi? 28 chiqadi. 28 degan javob D. Keyingi savolga o'tamiz. Bn plus 6 bor, 243 bn bor, 3 bn plus 3 ni qiymatini toping. Xo'p, bu yerda masalan buni 0 deb qaraganda ham B1 B7 bilan B1 deb qaraganda ham o'rtasidagi xat B1 bilan B7 ni B4 bo'ladimi? Shunda mana bu hozir qaranglar, bn plus 6 ga bn ni ko'paytirganim bn plus 3 ni kvadratiga teng demoqchiman-da. Shunga o'xshayapti menimcha. Shunda 243 ko'paytirilgan 3 teng bo'lyapti bn plus 3 ni qavs kvadratiga. Shunda bn plus 3 ni kvadrati teng bo'ladi. Bu ikkalasini ko'paytirsam 3 ni 6-chisi keladi. Shunda bn plus 3 deganim 27 plus minusda 27 chiqadi. Plus minusda 27 degan javob C da. Xo'p, 30-savolga o'tamiz endi. Umumiy hadi formulasi berilgan x kamayuvchi progressiyaning yig'indisini toping. Demak, B1 ni topib olsam hozir 3 taqsim 4 ni kvadrati. Bu menda 3 taqsim 16 degani. B2 ni topsamchi 9 taqsim 4 ni 3-chisi bo'ladi, ya'ni 64. Hozir B2 ni B1 ga bo'lsam, q necha bo'ladi hozir shu yerda? 9 taqsim 64 bo'lingan 3 taqsim 16. Demak, 9 taqsim 64 tepada 16 taqsim 3. Bular qisqarsa 3, bular qisqarsa 4. 3 taqsim 4. Demak, S ni formulasi B1 taqsim 1 minus q edi. B1 manda tepada 3 taqsim 16 turadi. 1 minus q, ya'ni 3 taqsim 4. Demak, 3 taqsim 16 ni bo'lishim kerak 1 taqsim 4 ga. Tepada 3 ko'paytiruv 4, pastda esa 16 turadi. 12 taqsim 16, bu ham 4 ga qisqartirib yuborsam 3 taqsim 4 chiqadi. 3 taqsim 4 degani 0,75 deganida C variant. 31 ga qaraymiz. Xo'p, 31 da geometrik progressiyaning mahraji, ya'ni q 1 taqsim 3 ga teng deyapti.
Shu progressiyani 4-chi xadi. 4-chi xadi. Bu menda 1/54 deyapti. Uning hamma xadlari yig'indisi, ya'ni S 121/162. Progressiyaning xadlari sonini toping. SN'da bu. N kerak bizga. N ni topishimiz uchun nima qilsak bo'ladi? Xo'p, qaranglar o'zi. B4 deganim B1 ko'paytiruv Q'ni 3-chisi, to'g'rimi? Bu yerdan hozir 1/54 teng B1 ning o'rniga noma'lum son 1/27. Shunda B1 ning qiymati bu 1/2 bo'lar ekan, to'g'rimi? Bu birinchi qadamda qilingan ish. Ikkinchi qadamda qiladigan ishimiz SN formulasi bor. B1 ko'paytiruv 1 minus Q ning n'inchisi mahrajda 1 minus Q. Shundan foydalansam, demak 121 taqsim 162 teng B1 ning o'rniga 1/2 mahrajga tushib ketadi. 1 minus Q ning n'inchisi, ya'ni 1/3 ning n'inchisi turadi. Mahrajda esa 1 minus 1/3 turadi. Ya'ni 2/3 deganida. Xo'p, shu yerdan foydalanib n ni topishim kerak-da. Hozir bu yerda bu tarafga ko'paytirib yuborsam 242/243 bo'ladi. Keyin bu tarafda 1 minus 1/3 ning n'inchisi keladi. Shunda 1/3 ning n'inchisi teng bo'lib qolar ekan 1/243 da. N teng 5 degani. N teng 5 degan javob B da. Demak, javobimiz B varianti. 32 ga o'tamiz. Demak, arifmetik va geometrik progressiya xatlari uchun B2 dan B1 ni ayirsam 4, B3 dan B2 ni ayirsam 12. B1 bilan A1, B3 va A5 teng bo'lsa, A1 dan A12 gacha bo'lgan yig'indisi so'ralyapti. Xo'p, bu yerda nima qilsak bo'ladi? Mana buni B1 ko'paytiruv Q minus B1 deb yozib olsam 4. Keyingisini B1 ko'paytiruv Q ning kvadrati minus B1 ko'paytiruv Q desam teng 12 bu. Ikkalasini bir-biriga bo'lib yuboradigan bo'lsam Q teng 3 bo'lib qoladi. Q chiqadi bu yerdan 3ligi. Ya'ni bir xil narsalarni chiqarib olib qisqartirib yuborsam Q teng 3. Endi Q teng 3 bo'ladigan bo'lsa yana nimalarni qidirishimiz mumkin? Ikkinchi qadamda qiladigan ishim mana A5 nima ekanligini bilib olish shuni. A5 teng A1 qo'shuv 4D. To'g'rimi? Keyin B1 ni ham mana bu yerdan topib ketsam 2 bo'ladi. B1 ham bor. Shunda A1 ham bo'ladi-da, to'g'rimi? A1 ham 2 bo'ladi. Shunda A5 teng 2 qo'shilgan 4D da. A5 mi? Hozir qaysi biri bor edi? A5 yo'q-a? A1 bilan B1 teng. Q bor. B3 bilan A5 ham teng. B3 ni topsa bo'ladi hozir. B1 ko'paytiruv Q ning kvadrati desam, B1 2, 3 ning kvadrati 9, 18 bo'ladi shunda. Shunda A3, B5, B3, A5. Bu 18. A5 ham bor. Mana bu A5 ham bor. 18 teng A1. A1 yo'q, to'g'rimi? A1 ni topmadim. A1 bilan B1, bu ham bor. 2 qo'shilgan 4 D. Demak, D ham bor. D ham 4 chiqadi bu yerda. Menimcha hamma narsani topib bo'ldik-a. Bizda S12 ni topish muammo emas endi. S12 teng A1 qo'shuv A12 taqsim 2 ko'paytiruv 12. A1 bor. A12 ni topish ham muammo emas. A1 ni ustiga 11 ta D ni ko'paytiramiz-da. A1 menda necha edi? B1 bilan teng 2 qo'shilgan 11 ko'paytiruv 4. 46. Shunda 46 ga A1 ni, ya'ni 2 ni qo'shib 2 ga bo'lib 12 ga ko'paytiramiz. 48 2 bo'lsa 24 ko'paytiruv 12. 256 bo'ladimi? Undan oshadimi? 240 bo'lsa, yana 24 48 ni qo'shsam 188 bo'lar ekan.
288 degan javob C'da. Keyingi 33. O'suvchi geometrik progressiya birinchi va oxirgi xat yig'indisi 66. Birinchi va ya'ni BN yig'indisi 66. Ikkinchi va oxirdan oldingi xat ko'paytmasi ekan. BN-1 ni ko'paytmasi manda 128 deyapti. Agar barcha xatlar yig'indisi ya'ni SN 126 bo'lsa, uni nechta xati bor? N so'ralyapti. N ni topishimiz kerak. Xo'p, qaranglar. Mana buni yoyib B1 qo'shilgan B1 ko'paytiruv quni n-1 edi. Teng 66, to'g'rimi? Keyin mana buni ham yoyib yuborsam B1 ko'paytiruv quni n-2 teng 128. Xo'p, endi mana bu ifoda B1 ni kvadrati ko'paytiruv quni n-1 bo'lib qoldi, teng 128 bo'lib qoldi. Keyin shu yerdan hozir quni n-1 topib oladigan bo'lsam, 128 taqsim b kvadrat bo'lib qoladi. B kvadrat. Demak, quni n-1 keyin mana bu yerga borib qo'ysamchi. Ikkinchi qadamda qilinadigan ish bo'lsin. B1 ko'paytiruv 1 qo'shuv quni n-1 teng 66 yu. Shunda B1 ni chiqarib, endi 1 qo'shuv 128 taqsim b kvadratni qo'yib yuborsam shu yerga. Teng bo'ladi B1 ni kvadrati bu. Teng 66. Bu yerdan B1 ga bog'liq kvadrat tenglama kelib chiqar ekan. Ya'ni B1 ni kvadrati minus 66 ta B1 qo'shilgan 128 teng 0. 66 bilan 2 mi? 166 bilan 2 emas ekan, 64 bilan 2. B1 64 bilan 2 o'suvchi degani uchun 2 ni olamizda. B1 2. Quni n-1 nimaga teng edi? 128 taqsim shunda bu 2 ni kvadratimi? Shunda 2 ni kvadrati 4 ta 32 bo'ladi. 32 teng 32. 2 ni n-1 teng 2 ni 5-si n teng shunda 6 bo'ladi-da. Shu so'ralyapganmidi menda? Xatlari bor 6 ta. A variant. Keyingi savolga o'tamiz. 34 ta geometrik progressiya 4 ta xat yig'indisi, demak S4 ni yig'indisi menda 15 ekan. Birinchi va 4-chi xatlari yig'indisi 9. Birinchi va 4-chi xatlari yig'indisi 9. B2 ko'paytiruv B3 so'ralyapti. O'zi hozir B2 qo'shilgan B3 ni topsam nima bo'ladi shu yerda? 6 mi? Ikkalasini kvadratga oshirsam, bu narsa kelmaydi-da, to'g'rimi? B2 ni kvadrati kelmay qoladi bu yerda, to'g'rimi? Shuni B1 qo'shilgan B4 bilan yana bitta sistema qilib chiqani. Hozir tepadan B1 ko'paytiruv q qo'shilgan B1 ko'paytiruv q ni kvadrati desam teng 6. Pastni B1 qo'shilgan B1 ko'paytiruv q ni 3-chisi desam teng 9. Keyinchi keyin mana bu yerda hozir B1larni chiqarib qisqartirib yuboradigan bo'lsam, tashqi tomon tepada q qo'shilgan q ni kvadrati qoladi, pastda esa 1 qo'shilgan q ni kubi 2 taqsim 3 qoladi 6 taqsim 9 dan. To'g'rimi? Buni ham ajratsam, buni ham quni chiqarib yuborib 1 plus q qo'yganidan keyin bu 1 plus q 1 minus q qo'shilgan q ni kvadrati bo'lib ajralardi. Bular qisqaradi. Mana bu yerda q qolmas ekan. Shunda 3 teng 2 minus 2 ta q qo'shilgan 2 ta q ni kvadrat keladi. Va bu yerdan q ni topadigan bo'lsam 2 va 1 taqsim 2 chiqadi-da. 2 va 1 taqsim 2. Endi bizda nima so'ralganda? B2 ko'paytiruv B3 mi? O'zi mana bu yerdan hozir
B1 ni topib yuboradigan bo'lsam nechi bo'ladi? B1 ko'paytiruv 1 qo'shilgan 2 ni 3-chisi desam teng 9. Shunda B1 teng bu yerdan 1 chiqadi. B1 1 bo'lsa keyingisi Q 2 deb olyapman-da. B2 2 bo'ladi, B3 4 bo'ladi. Shunda B2 ko'paytiruv B3 8 bo'ladi-da. 8 degan javob D-da. Keyingi 35 ga qaraymiz. B1 bor, B2 bor. B1 qo'shilgan B ni 2025-chisi taqsim B7 qo'shilgan B ni 2031-sini hisoblang deyapti bu yerda. Judayam bir yoqimsizroq son kelyapti bu yerda. Tepani qaranglar, men nima qilib yozib olaman? B1 qo'shilgan B1 ko'paytirilgan Q ni 2024-chisi, pastni ham B7 qo'shilgan B7 ko'paytiruv Q ni 2024-chisi. Tepadan B1 ni olib chiqsam 1 qo'shilgan Q ni 2024-chisi kelar ekan. Pastda B7 dan olib chiqadigan bo'lsam B1 qo'shilgan Q ni 2024-chisi. Bular qisqarib ketadi-da. 1 taqsim B ni B1 taqsim B ni 7-chisi. Bu ham 1 taqsim Q ni 6-chisini beradi, to'g'rimi? Q ni 6-chisi. Q ni 6-chisini topishim uchun B2 ni B1 ga bo'lishim kerak. Shunda B1 taqsim B2 ni 6-darajasida bu. B1 ildiz 2, keyingi kub ildizda 3. Shuni 6-darajalari. Tepada shunda 8, pastda esa 9 qoladi. 8 taqsim 9. A varianti. O'ttiz oltinchi savolga o'tamiz. 36-savolda x, y, z sonlari mahraji q ga teng bo'lgan geometrik progressiyaning ketma-ket hadlari va x, 2y va 3z esa arifmetik progressiyaning ketma-ket hadlari bo'lsa, q ni toping deyapti. Xo'p, bu yerda q ni topish uchun mana bu menda hozir B1 x ga teng deyapti, B2 y ga, B3 esa z ga teng. A1 x ga, A2 2y ga, A3 esa 3z ga teng deyapti. Bizdan q so'ralyapti. Q ni topish uchun B2 ni kvadrati nimaga teng edi? B1 ko'payib B3 gami. A2 nimaga teng edi? A1 ga A3 ni qo'shib 2 ga bo'lganimga teng edi. Shulardan foydalansam y kvadrat teng x ko'paytiruv z bo'lib qoladi. Bu tarafda 2 ta y teng, keyin x qo'shilgan 3 ta z taqsim 2 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, bu yerda endi q ni topishim uchun B1 bu B1 q B1 q ni kvadrati. Yana nimani yozsam bo'ladi? Demak, buni qaranglar, y ko'payib q deb yozsam bo'lar ekanda, to'g'rimi? X ko'payib q. Ya'ni B1 ni x desam, B2 x ko'payib q ga ham tengda, bu to'g'rimi? Keyin z, ya'ni B3 x ko'payib q ni 3-siga ham kvadratiga ham teng bo'ladi bu. Bu tarafda esa 2 ta x q. Tepada x qo'shilgan 3 ta x q ni kvadrati, pastda esa 2 ham teng bo'ladi. Bo'ldi, shu yerdan o'zi q ni topsa bo'lar ekan hozir. 3 ta q ni kvadrati minus 4 ta q qo'shilgan 1 teng 0 desam, q teng 1 bilan q teng 1 taqsim 3 chiqadi. Bu da 1 bo'la olmaydi, 1 taqsim 3 bo'ladi-da. Keyingi 37-savol. 37da arifmetik progressiyaning 2, 3 va 6 hadlari, demak 2, 3 va 6 hadlari progressiyaning ketma-ket hadlari bo'lsa, hadlar geometrik progressiyaning ketma-ket hadlari. Mana bu yerda hozir A2, A3, A6 bo'ladigan bo'lsa, bu B1 bo'ladi deyapti, bu B2 bo'ladi deyapti, bu B3 bo'ladi deyapti-da. Geometrik progressiyaning mahrajini toping. O'zi B1 ga B3 ni ko'paytirganim nimaga teng?
B2 ning kvadratimi? Shundan foydalansam. Bu yerda hozir A2 ga shunda A6 ni ko'paytirganim A3 ni kvadratga tengda. Shunda buni A1 qo'shuv D desam, A2 ni mana buni A1 qo'shuv 5 ta D desam, keyingisini esa A1 qo'shuv 2 ta D ni qavs kvadrati desam. Bu yerdan D teng bo'lib qoladi. Oxirigacha hisoblab ko'rsam D teng minusda 2 ta A1 bo'lib qoladi. Minusda 2 ta A1. Endi Q nimaga teng? A3 ni A1 ga, A3 ni A2 ga shularga bo'lganimga tengmi? Ikkinchi qiladigan ishim Q B2 ni B1 ga bo'lganimga teng, ya'ni A3 ni A2 ga bo'lganimga teng. A2. Shunda tepa A1 qo'shuv 2 ta D, pastda esa A1 qo'shuv D turadi. Shunda bularni mana shunaqa qilib olib borsam, tepada minus 3 ta D1 keladimi? Pastda minus A1 keladi. 3 chiqar ekan javobi. 3 degan javob A da. 2, 5, 9, 14 ketma-ketlik nechanchi chiqadi? 2277 ga teng. Demak, BN bor. BN formulasi bor edi-ku. BN teng B1 ko'paytiruv Q ni n minus birinchisi. Q bu yerda nechaga teng? Formulami deyman-da, to'g'rimi? Bu orasi 3 bo'lyapti, buni orasi 4, buni orasi 5, keyingisi aniq 6 qo'shiladi, shunaqa qilib ketyapti-da bu yerda. Shu arifmetik progressiyada ish qilyapti, to'g'rimi? Orasidagi farq. A1 ni 3 deb olsam, A2 ni 4 deb olsam, A3 ni 5 deb olsam va mana shu 3, 4, 5 va hokazo n ta son qo'shildi. Natijasi esa o'sha payt qo'shilgan paytida necha chiqishi kerak endi bu yerda? (2277 mi? 2 ni ham qo'shib oling shu yerga. O'shanda chiqadi-da. Shunda n plus 2 taqsim 2 ko'paytiruv n minus 1 xat bor bu yerda. Shuni 2277 ga tenglasam, bu yerda n kvadrat qo'shilgan n minus 2 teng 40 ko'paytirib olsam 4554 keladi. Shunda n kvadrat plus n minus 4556 teng 0. Bu yerdan n1 ni qiymati adashmasam 65 66 mi? Yo'q. 68 67 ekan. 66 67 deganim. Bu yerda shunda n minus 1 xati bor, to'g'rimi? N teng 67 chiqadi. Bizga n minus 1 xati kerak. 66 ta bo'ladi. 66 da degan javob C da. Keyingi 39 ga o'tamiz. Agar geometrik progressiyada B1 bor bo'lsa, Bn bor bo'lsa, Sn bor bo'lsa, n ni qiymatini toping deyapti. Bn va B1 dan foydalanib, Q ni topib olsam bo'lar-a, menimcha. Q ni n minus birinchisi. Topa olmaymanmi yoki? Minus 192 teng minus 3 Q ni n minus birinchisi. 64 bo'ladi. Q ni n minus birinchisi. Bu aniq 2 ni darajasida. Shunda n minus 1 ni 7 6 ga tenglasam n teng 7. S7 teng n teng 7 yu. A javob bo'ladimi shunda? N teng 7 degan javob A da. 40-savolga o'tamiz. Geometrik progressiyada B1, B3, B5 larning yig'indisi bor. 10, B2, B4 ning ham yig'indisi bor. Dastlabki 5 ta xatining kvadratlari yig'indisini toping. Hozir dastlabki 5 ta xat yig'indisini topish muammo emas, lekin S5 shu ko'rinishidan ham qaraydigan bo'lsam, bu mana shu xatlarning yig'indisi 10 ga 5 ni qo'shadigan bo'lsam, 15 chiqadi S5. Dastlabki 5 ta xatining kvadratlari yig'indisi B1 kvadrat, B2 kvadrat, B3 kvadrat, B4 kvadrat va B5 kvadratlarning yig'indisini top deyapti.
Buni son topib o'ylab yuborsammikin? Yoki bo'lmasam buni kvadratga oshirib chiqish kerak-da. Mana bularni. Ikkala tarafdan kvadratga oshirsam buni. b1 kvadrat, b2 kvadrat, b3 kvadrat teng 2 ta b1 b3 b2 b3 qo'shilgan b1 b2 keladi. Teng 100. Keyingisini ham kvadratga oshirsam, o'zi mana bular qaranglar. Bu b2 ni kvadratini beradi, to'g'rimi? Bu mana bu esa b1 nima? Yo'q, bu b1 ni bermaydi bu. Mana bu berishi ham mumkin emas, to'g'rimi? Ha, b1 b3 b5 edi-ya bu. Shunda b1 kvadrat qo'shilgan b3 kvadrat b5 kvadrat qo'shilgan 2 ta b1 b3 b1 b5 b3 b5 teng 100. Endichi mana bu b2 ni kvadratini beradi, mana bu esa b3 ni kvadrati, bu esa b4 ni kvadratini beradi. To'g'rimi? Mana bunaqangi bo'lib qoldi endi bu. b1 kvadrat qo'yilgan 2 ta b2 ni kvadrati minus qilib olsam bu tarafga. Nimaga minus deb olgandim hozir? Plyus-ku. Qo'shilgan b3 kvadrat, keyin 2 ta b4 kvadrat, qo'shilgan b5 kvadrat, qo'shilgan 2 ta b2 b5 midi? b1 b5 b4 ni kvadratida teng 100. Keyin b2 bilan b4 ni ham kvadratga oshirsam, bu tarafda mana bu ikkalasini ham kvadratga oshirsam, bularda b2 ni kvadrati qo'shilgan 2 ta b2 b4 qo'shilgan b4 ni kvadrati teng 25, to'g'rimi? Bu yerdan b1 bilan b5 ni ko'paytmasi b2 ko'paytiruv b4 ga ham teng. Bu tarafda ham shunaqa qilib yuborsam, tagiga yozsam shuni. b2 ni kvadrati qo'shilgan 2 ta b1 b5, mana buni shuni b1 ko'payib b5 deb turaylik. Qo'shilgan b4 ni kvadrati teng 25. Ikkalasini bir-biridan ayirib yuborsam, b1 ni kvadrati qo'shilgan b2 ni kvadrati qo'shilgan b3 ni kvadrati qo'shilgan b4 ni kvadrati qo'shilgan b5 ni kvadrati keladimi? Shunda 75 bo'lar ekanda. 75 degan javob C da. Xo'p, menimcha bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, menimcha shu bugungi 40 tacha savol ko'ramiz, 20 tacha. Menimcha yetadi bu, ancha vaqtni olar ekan. Qolgani sizlarga yana bir bor vazifa va bundan tashqari 10-misollarni ham beraman. 10-misollar ham sizlarga vazifa bo'ladi. Demak, buguncha darsimiz mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Darsda qatnashgan o'quvchilarga kattakon rahmat. Keyingi darsda uchrashguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.